Sizning biznesingiz bor, lekin siz Instagram orqali biznesingizni yuritmaysiz. Shu bilan birgalikda bilib olsizki, hozir sizda savdo pasaygan yoki anchadan beri savdo bo'lmayapti shundoq ham va qolganlar nimagadir boshqa biznes egalari Instagram orqali mazza qilib daromad qilib, savdolarini 5 baravardan 10 baravargacha oshirib, mazza qilib sotyapti. Kelinglar bu haqida sizlarga bugun batafsil yoritib beraman va tushuncha beraman. Qanaqa qilib hozirgi kunda Instagram orqali biznesingizni rivojlantirish bo'yicha batafsil ma'lumotlarni beraman. Men ismim Nilufar Baxtiyorovna va 6 yillik ish tajribaga ega SMM mutaxassis hamda marketologman va Instagram yuritish bo'yicha ekspertman. Shu kungacha 90 dan ortiq doimiy mijozlar bilan ishlab, ularga o'z natijalarini ko'rsatib kelyapman va undan tashqari 3 yildan beri shu bo'yicha men dars o'taman va insonlarga o'rgatib kelyapman. O'quvchilarni o'qitganman, 700 dan ortiq o'quvchilarga o'zimdagi kasbimni o'qitib, o'quvchilar ham hozirgi kunda bizneslariga SMM marketingni qo'llab, Instagram orqali yuritib, daromadlarini 5 baravardan 10 baravargacha qilib oshirib kelishyapti. Xo'p, hozirgi kunda juda ham ko'p bizneslarni, nafaqat bizneslarni, xizmat turingiz bormi, shaxsiy brendingiz bormi, bloger bo'lmoqchimisiz, hamma pul, hamma daromad Instagramda o'rtoqli va shuningdek hamma mijozlar ham Instagramda. Chunki bilasizlar, Coviddan keyin bu narsa, ya'ni onlayn soha juda ham rivojlanib ketdi va hozirgi kunda 75% aholi onlayn orqali sotib oladi. O'rtoqlar, Instagram orqali hamma narsa sotsa bo'ladi. Ya'ni mahsulot sotsa bo'ladi, farqi yo'q, xizmat turi sotsa bo'ladi. Kiyim sotasizmi, sumka sotasizmi, inil mahsulot sotasizmi, ozdiradigan dori sotasizmi, telefon sotasizmi, bытовой texnika sotasizmi, kosmetikam farqi yo'q, hamma narsa sotsa bo'ladi. Undan tashqari xizmat turingizni ham sotsangiz bo'ladi. Aytaylik, psixologsiz, vrachsiz, kosmetologsiz, vizajistsiz, shu xizmat turlaringizni ham Instagram orqali sotsangiz bo'ladi. Hattoki kurs sotsa bo'ladi Instagram orqali, marafonlar sotsa bo'ladi Instagram orqali, checklist, gaydlar sotsa bo'ladi Instagram orqali. Hattoki siz yo'q, men hech narsa sota olmayman, lekin Instagramga qiziqaman desangiz, bloger bo'lib ham daromad topsangiz bo'ladi. Lekin unga ham yo'q, men turmush o'rtog'im yo'l qo'ymaydi, yuzimni ko'rsatishga yo'l qo'ymaydi deydigan bo'lsangiz, siz SMM o'rganib olib, Instagram orqali boshqalarning sahifasini yuritib berib ham daromad topsangiz bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, biznesga to'xtaladigan bo'lsa, hozirgi kunda talabga oid bo'lyapti, talabgor soha bo'lib qolyapti biznesni Instagramda yuritish. Men o'zimni oldimga keladigan mijozlarimdan taqqoslab ayta olaman buni 100%. Meni oldimga konsultatsiyaga kelishadi. Juda ham ko'p biznes egalari mendan konsultatsiya olishadi. Ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik qo'lida puli bo'ladi va qanaqadir biznes boshlamoqchi bo'ladi. Aytaylik, yangi biznesga kirmoqchi bo'ladi, biznes boshlamoqchi bo'ladi. Qarasa, falonchini savdosi zo'r bo'pti, pismadonchini bozori shofotgan ekan deyshadi. O'sha biznesga yopishib olishadi va определенный mahsulotga, molga pul tikib qo'yishadi оборотga. 30 million, kimdir 90 million tikadi, kimdir 100 million tikadi, har xil. Va uni ustiga arendaga joy olib qo'yishadi. $500 to'lashadi yoki $1000 to'lashadi. Kamida hozirgi kunda arendalar $500, bilasizlar biznes egalari. Va keyin nima qiladi? Ana undan keyin joy ochishdi, arendaga olishdi, оборудование molga mahsulot tikib qo'yishgan. Ana undan keyin o't qidirishadi, bo't qidirishadi, qatlagadir urilib surilib, keyin murojaat qilishadi. Menga bitta biznesimni ko'rib bering, menga biznesimni tahlil qilib bering, nima qilsam savdolarim oshadi deyshadi. Bundoq qarasam, offline ochib qo'yishgan, lekin onlayndan darak yo'q. Chunki o'rtoqlar, hammanglar bilasizlar, Coviddan keyin bizda onlayn sotuvlar rivojlanib ketdi. Ammo aytaman, siz deyman, offline ochgandan ko'ra, mana shu daromadingizni biznesga tikkandan ko'ra, ya'ni mahsulotga shu 30 millionlik, 100 millionlik оборотga tikkandan ko'ra, mayli u оборотdan mayli, aytaylik, joyga har oy arenda eng kamida $500 va $1000 to'lagandan ko'ra zararmi sizga birinchi bo'lib onlayn ochingiz bo'lmasmi deyman. Keyin yo'q, endi nima qilay deb qolishadi. Tushunasizlarmi? Bu menga oldimga keladigan 90% biznes egalarini og'riqli nuqtasi. Men o'sha joy oldim, ochdim, qo'limda mahsulot bor, qanaqa qilib sotay deyshadi. Keyin bilishadi, o'sha Instagramdan sotish kerak ekan, maslahatingiz kerak. Siz Instagram bo'yicha ekspert ekansiz, marketolog ekansiz, SMM uchun ekansiz, yo'l yo'riq ko'rsating deyshadi. Tushunasizlarmi? Va hozirgi kunda bu zamon talabi bo'lib qoldi. Agar siz hozir Instagramda o'zingizni biznesingizni onlayn yo'lga qo'ya olmas ekansiz, sizdan oldin sizning raqobatchilaringiz sizning o'rningizni уже egallab bo'ladi va ertaga sizga bozorda joy qolmaydi.
Tushunasizmi? O'shaning uchun hozir bizda onlayn savdo rivojlanayotganda, ya'ni Instagram rivojlanayotganda, tezlik bilan siz Instagramdan to'g'ri foydalanib, savdolaringizni oshirib olishi eng to'g'ri vaqti. Xo'p, buning uchun nima qilamiz desanglar, birinchi navbatda o'rtoqlar, sizlarga kerak bo'ladi Instagram sahifani qadoqlab olish. To'g'ri qadoqlab olishingiz kerak, ya'ni upakovka deymiz. Upakovkada nimalarga ahamiyat beriladi? Avatardagi rasm. O'tda agar siz shaxs sifatida o'zingizni yuzingizni ko'rsatmoqchi bo'lib, qanaqadir biznesingizni targ'ib qilmoqchi bo'lsangiz, yuzingiz turishi kerak bo'ladi. Yoki aytaylik, siz ekspertsiz, masalan, psixologsiz, vrachsiz, yokida vizajistsiz, kosmetologsiz. O'tda ham yuzingiz turgani ma'qul. Ana endi yo'q, sizda biznessiz, imенно brendingiz bo'yicha chiqayotgan bo'lsangiz, brendingiz logotipi turishi kerak. Xo'p, keyingisida biografiyada hammani qiladigan xatosi nima? Hammani qiladigan xatosi doskонально, batafsil yozib chiqadi. Buni qilaman, falonchi pismadonchi qilaman deyishadi. Qanaqadir o'ziga jalb qilmaydigan biografiya yozib qo'yishadi. Biografiyada o'ziga jalb qiladigan qanaqadir qisqa va lo'nda tarzda sizni auditoriya shunda ikki og'iz gap bilan o'qib bilib olish kerak, tanib olish kerak. Shunaqa matn kiritiladi. Ana endi undan keyin sizga bu yerga link kiritishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytaylik, Telegramda linkingiz bo'lsa, o'zingiz lichkangizni qo'yib qo'yishingiz mumkin sizga mijozlar aloqaga chiqish uchun. Undan tashqari kanalingiz bo'lsa yoki gruppangiz bo'lsa, ulab qo'ysangiz bo'ladi. Va keyingi etap o'rtoqlar, bu yerda aktualniy, ya'ni aktualniyda nima turish kerak? Обязательно usti obloshkalangan bo'lish kerak. Ko'pchilik obloshkalamaydi. Bu bir vizual jihatdan, masalan, avatardagi rasmingiz qanaqa rasm turgan bo'lsa, shuni rangi aktualniydagi obloshkalar bilan bir-biriga mos kelishi kerak. Va undan tashqari aktualniydagi ma'lumotlar hammasi stories orqali olinadi, bilasizlar buni. Va aktualniy alohida papka bo'lib turishi kerak. Aytaylik, bittasi natijalar, bittasi do posle, bittasi mijozlarning otzivi, keyingisi nima uchun bu biznesga boshlagansiz, nima uchun bu biznesga kirib qolgansiz. Ya'ni to'g'ri, siz bu yerda mahsulot sotyapsiz, lekin mahsulot sotayotgan masha biznes egasini ortida aslida kim turgani odamlarga qiziq. Chunki odamlardan sotib keladi, ya'ni ko'rinmas odamdan emas, qanaqadir biznes ortida qanaqadir odam ko'rganligini his qilsa, yana ham sizga sadoqati oshadi va sizdan olgisi keladi. Ana endi o'rtoqlar, hammani deyarli 80% Instagram yuritadiganlarning qiladigan xatosi bu stories joylamaslik. Aytaylik, siz ham qanaqadir reklamani ko'rib qoldingiz, nimadir reklamasini ko'rib qoldingiz va sizga qiziqtirdi bu mahsulot. Aytaylik, mana shu mahsulotga qiziqdingiz, o'sha reklamadan sirazu kirasizda, siz qayerga kirasiz? Birinchi o'rinda storiesda qani bu nima joylabdi ekan deysiz. Ya'ni stories shunaqa narsaki, bizda har kuni svejiy joylanishi kerak bo'lgan narsa. Agar sizda storiesiz bo'lmasa, bu degani siz уже ishlamayapsiz degani. Tushunasizmi? Stories bor degani bo'ldi, bu ishlayotgan ekan, jarayoni ketayotgan ekan, prosess ketayotgan ekan deydi. Storiesiz yo'q bo'lsa, cho'ta buni ish protsessi to'xtab qolibdi, ishlamayotgan ekan, qanaqadir ishonchsizligim paydo bo'lyapti deydi. O'shaning uchun stories har doim davomiy bo'lishi kerak va har kuni qo'yilishi kerak. Yana ko'pchilikning qiladigan xatosi nimada? Настроенияsiga qarab stories qo'yishadi. Bir haftada 2 marta yoki bir haftada 1 marta. Bunaqasi ham ketmaydi o'rtoqlar. Va yana ko'pchilikning qiladigan xatosi nimada? Stories qo'yib, mahsulot joylab, ustiga narx joylab qo'yishadi. Bunaqasi ham ketmaydi o'rtoqlar. Bu yerda qizdirish degan narsa bor, progrev degan narsa bor, stories orqali sotish degan narsalar bor. Shu orqali sotiladi. Esingizda bo'lsin, odamlar Instagramga dam olish uchun kiradi, настроениясini ko'tarish uchun kiradi. Bu yerdagi hayotidagi tashvishlarni unutib, qanchadir bir soat, yarim soatga shunchaki chalg'ish uchun kiradi. Tushunasizlarmi? Va shuni orasida siz ularga chiroyli tarzda sotishingiz kerak. Agar siz aytaylik, odamlar kirdi, siz vlog qo'yib qo'yasiz, mana bu mahsulotim, mana bu narx degan narsani qo'yishingiz, hammaning ensasi qotib ketadi, sizdan atpiska bo'ladi. Unaqa sotilmaydi o'rtoqlar. Bu yerda qizdirib, progrevlanib, odamlarni qiziqtirib sotish kerak. Undan tashqari, bu yerda direct bilan aloqa, ya'ni directdan mijozga обработка qilish ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Xo'p, o'rtoqlar, ana endi upakovka dedik. Upakovkadan keyin bo'ladigan ish, sizlarda doimiy kontent chiqib turishi kerak. Aytganimdek, har kuni storieslar chiqarib turishingiz kerak.
2 kunda 3 kunda bitta reelslar chiqishi kerak, matn, postlar chiqarishingiz kerak, foyda berishingiz kerak. Xo'p, ana endi siz aytadigan bo'lsangiz, xo'p, nima joyli endi men o'sha Instagramimga qanaqa reelslar, qanaqa post joyli deydigan bo'lsangiz, bu yerda har xil turdagi kontentlar bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda avvalambor siz strategiya tuzib olasiz. Strategiya tuzganingizdan keyin kontent reja tuzib olasiz. Kontent rejaga nimalar kiradi? Har xil turdagi kontent, aytganimdek, ma'lumot berasiz, foyda berasiz, natijalarni ko'rsatasiz, odzivlarni ko'rsatasiz, do'pposli natijalarni ko'rsatasiz, jarayonlarni ko'rsatasiz. Kadr ortidagi jarayonlarni ko'rsatsangiz, undan ham zo'r foyda beradi. Ya'ni bu yerda sizga auditoriyaning ishonchini, loyalligini oshirib beradi. Ana endi o'rtoqlar, qanaqadir misol tarzida qiladigan bo'lsam, aytaylik, siz qanaqadir kosmetikani reklama qilyapsiz yoki qanaqadir ozdiradigan badlarnimi, kokteyllarni reklama qilyapsiz deylik. Xo'p, uni jarayonlarini o'zingizda qabul qildingizmi yoki qaysi mijozingizda qanaqa jarayonlar bo'ldi? Prosesslari bilan bo'lishing, do'pposlarni bo'lishing. Xo'p, kosmetikangiz, yuzga kosmetikangiz, uходовый kosmetikangiz qanchalik sizni o'sha toshmalaringizga yetkazdi, qanchalik aknalaringizga foydali bo'ldi, shularni ko'rsating. Xo'p, aytaylik, ma'lumot bo'yicha aytadigan bo'lsak, masalan, siz mebel sotasiz deylik. Masalan, bilvositalar hozirgi kunda zamonaviy uylar juda ham ko'payib ketyapti. Xo'p, hozir mana shu zamonaviy remontimga qaysi turdagi mebelni tanlasam, men ko'proq выгодада qolaman, ya'ni foydada qolaman deyshadi. Qanaqa mebel turini tanlaganim ma'qulroq deyshadi. Chunki divanlarning assortimenti ko'p, yangicha chiqayotgan mebellarning assortimenti juda ham ko'p. Masalan, siz mebel sotadigan bo'lsangiz, qaysi uyga qanaqa mebel to'g'ri keladi, qaysi xonaga qanaqa mebel bilan yasatgan ma'qul. Aytaylik, masalan, определенный mijozi, aytaylik, $5000 puli bor. Mana shu $5000 ga u mebelni olgan foydaliroqmi, bu mebelni olgan foydaliroqmi? Shu bo'yicha maslahatlar bilan ulashsangiz, undan tashqari aytaylik, siz konditersiz, konditerlikda o'sha pishirayotgan jarayonlaringizni, asmir videolarni, o'sha Napoleonni yopishtirayotganingizni, ustini bosib kirsillatayotganlaringizni, kesayotganlaringizni, mana shunaqa asmir videolar bilan, jarayonlar bilan bo'lishsangiz, bu auditoriyani yana ham ko'proq jalb qiladi. Обязательно dastavka chiqib ketayotganlarni, bu уже социальный доказательство deyiladi. Dastavka chiqqanlari, o'sha mijozingizga yetib borganlari va mijozingizning odzivlari. Bu yerda siz mahsulotingizni o'zingiz maqtaganingizdan ko'ra, mahsulotingizni mijozingiz maqtab bersa, odamlar ko'proq ishonadi. Demak, mana bunda действительно shu narsa bor ekan, bundan действительно foyda olsa bo'lar ekan degan narsani obunachilik isboti bilan oladi. Va undan tashqari, siz hozirgi kunda nima uchun Instagram sahifangizni обязательно yuritishingiz kerak? Yana bir qoidasi bu, hozirgi kunda o'rtoqlar hamma kimgadir qanaqadir mahsulot kerak bo'lsa, обязательно Instagramga kirib poiskka boshladi. Ya'ni hozir kimdirdan so'ramaydi, "Hoy, falonchi qayerdadir mamdaqa kafe bormi? Menga adresini aytib demaydi. Yoki kimdir qayerda mamdaqa do'kon bor, menga kerak bo'lib qoldi. Qayerda mamdaqa pachimuchka bor, bolamga menga kerak bo'lib qoldi" demaydi. Hamma hozir Instagram orqali, poisk orqali qidiradi va topadi, o'sha yerga boradi. Mana shu poisklarning orasida siz chiqib kelsangiz, uje bozor sizniki. Tushunasizmi? O'shaning uchun siz hozir o'zida Instagram bozoriga kirib olib, o'tda uje mahsulotlaringizni joylab sotishingiz kerak. Ana endi keyingi qiladigan etapi, kontent qismidan o'tdik. Kontent qismidan keyin esa bizda определенный vaqtdan keyin target yoqish kerak bo'ladi. Target bu obunachilaringizni ko'paytirib beradi va undan tashqari har doim esingizda tursin, targetga tikilgan pul bu sizni, aytaylik, siz $100 targetga tikdingiz. Target sizni agar to'g'ri yoqqan bo'lsangiz, maqsadli auditoriyani to'g'ri belgilagan bo'lsangiz, joylarni to'g'ri belgilagan bo'lsangiz, intereslarni to'g'ri belgilagan bo'lsangiz, targetga tikkan pulingiz o'sha $100, $500 bo'lib qaytib keladi. Har doim targetga tikilgan pul 5 barobar yoki 10 barobar bo'lib keladi. Tushunasizlarmi? Undan tashqari blogerlarga reklama berish bilan ishlasanglar bo'ladi. To'g'ri, hozir ko'pchilik blogerlarning, millionlik blogerlarning reklamalari qimmat bo'lib ketgan. Boshlang'ich etapda siz barterga ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni mahsulotingizni berib, u bloger sizga tekinga mahsulotingizni olgan holatda reklama qilib beradi. UGC kontentlardan juda ham ko'p foydalansangiz bo'ladi. Aytaylik, siz mijozga mahsulot yetkazib berdingiz, sotdingiz. Iltimos, menga Instagramingizni atmetka qilib bering. Mayli, sahifangizni yurg'izsangiz ham, yurg'izmasangiz ham atmetka qilib bersangiz, xursand bo'lardim desangiz, hozirgi kunda hamma bemalol yo'q demasdan mahsulotni olgandan keyin atmetka qilib beradi. Ya'ni bu sizning mahsulotingizni boshqa birovlar ko'rdi, boshqa birovlar ko'rgandan keyin, demak, bu ishonchli ekan, qanaqadir ishonchli brenddan
biznesdan qanaqadir mahsulot olibdi deb o'sha sizni brendingiz tanila boshlaydi. O'rtoqlar, bu videoda men sizlarga iloji boricha foyda berishga harakat qildim. Buni batafsil bilimini esa men 2 oylik yangi dasturimda, InstaSchool dasturimda o'rgataman. Ya'ni InstaSchool dasturi orqali siz faqatgina SMMni emas, barcha mana shu Instagramga tegishli bo'lgan, Telegramga tegishli bo'lgan barcha mavzularni, ya'ni yangiliklarni, darsliklarni o'rganib ketasiz. InstaSchool dasturi orqali siz SMM ni o'rganasiz, targetni o'rganasiz. Kichkina target emas, katta targetni nazarda tutyapman, ya'ni Ads Manager orqali yoqiladigan targetni. Xo'p, marketingni o'rganasiz, qanaqa ishlaydi, qanaqa qilib biznesni kattalashtirish kerak keyinchalik. Mobilografiyani o'rganasiz, ya'ni pro darajadagi mobilografiyani o'rganasiz. Undan tashqari grafik dizaynerlikni o'rganasiz. Ya'ni siz o'zingizni o'sha sahifangizga logotip yasashni, Instagramingizga SMM postlar yasashni o'rganasiz. Undan tashqari bu yerda mobilografiya kursi ham, ya'ni mobilografiya dasturlari ham kiritilgan. Undan tashqari bu yerda mobilografiya moduli ham kiritilgan. Pro darajadagi mobilografiya, ya'ni yorug'lik bilan ishlash, qanaqa qilib to'g'ri syomkalar qilish va bu bo'yicha maxsus mehmon spiker taklif qilganmiz. Va o'rtoqlar, shaxsiy brend modulimiz bor. Ya'ni siz aytaylik, shaxs sifatida chiqyapsiz, psixolog bo'lib, kosmetolog bo'lib, yuzingizni ko'rsatib, o'zingizni mana shu biznesingiz haqida olib chiqmoqchisiz yoki o'zingizni xizmat turingiz bor, xizmat turlaringizni ko'rsatmoqchisiz va bunda o'sha qanaqa qilib shaxsiy brendingizni yuritishingiz kerak va shaxsiy brendingiz orqali qanaqa qilib xizmat turlaringizni, biznesingizni brend darajasida rivojlantirsangiz bo'ladi. Shularni o'rgana olasiz. Telefonga, kameraga chiqayotgan odam boshida shaxsiy brendini endi boshlayotgan odamda qo'rquv bo'ladi, kamerani oldida tutilib gapirishlar bo'ladi, gapni bir-biriga qovushtirib olmasliklar bo'ladi va bu bo'yicha ham maxsus darslik qo'shtirganman, ya'ni nutq bo'yicha darslik. O'zimni ustozim Dilfuza Akmalovna qo'shimcha mehmon spiker darslik o'tadilar. Qanaqa qilib to'g'ri nafas olish, qanaqa qilib nutqni sozlash, diafragma bo'yicha, qanaqa qilib o'zini samoprezentatsiya qilish kerak, qanaqa qilib kamerani oldidan qo'rqmasdan gapirish kerak. Bular haqida alohida modulimiz bor, nutq moduli bor. Bundan tashqari o'rtoqlar, hozirgi kunda zamon talabi bo'layotgan sun'iy intellektni qo'shdik. Ya'ni sun'iy intellekt orqali videolar yasash, rasmlar yasash, to'g'ri promptlar yozish, qanaqa qilib o'zi aslida ChatGPT bilan to'g'ri ishlash kerak. Bu mini kurs, ya'ni dastur ichidagi mini kursimiz bo'ladi. Bu dastur ichidagi alohida kurs, ya'ni dastur ichiga alohida kurs kiritdik sun'iy intellekt bo'yicha. Bunga mehmon spiker chaqirganmiz. Undan tashqari o'rtoqlar, sotuv bo'yicha ham alohida modulimiz bor. Ya'ni qanaqa qilib o'zi aslida sotish kerak, qanaqa qilib mijozni to'g'ri обрабатывать qilish kerak, qanaqa qilib jalb qilingan mijozlar bilan muomala qilish kerak, sotuv texnikalari, sotuv ko'nikmalari kiritilgan va albatta zapusk moduli kiritganman. Ya'ni aytaylik, bir qancha muddatdan keyin siz konditersiz yokida kosmetologsiz yokida qaysidir boshqa biznes egasizda onlayn kurslar tashkillashtirmoqchisiz, onlayn marafonlar tashkillashtirmoqchisiz, lekin buni nimadan boshlashni bilmaysiz. Kim kerak, kim bilan ishlashingiz kerak, nimadan boshlashingiz kerak kurs qilish uchun. O'zingizni birinchi kursingizni yokida o'zingizni qanaqadir birinchi marafoningizni tashkillashtirishni, nimalar qilish kerakligini o'rganib olasiz. O'rtoqlar, undan tashqari eng zo'r tarafi, bu dastur ustida men 8 oydan beri ishlayman va men deyarli 10 yillik psixologman. Ikkinchi soham bo'yicha 10 yillik psixologman va psixologiyani men hayotimda targ'ib qilib kelayotganim uchun, hayotimda qo'llab kelayotganim uchun juda ham yaxshi ko'raman va bu psixologiya sohamni asosan Instagramda olib chiqmaganman. Shundan kelib chiqqan holatda ham men Instabalance kursini yozdim. Ya'ni siz Instabalance kursi orqali bu o'ylamanglar, Instabalance kursi qanaqadir kichkinagina 2-3 ta darslik emas, bu butun boshli meni o'sha 10 yildan beri yig'ib kelayotgan butun целый bagajim, psixologiya bo'yicha butun hamma bilimlarimni kiritganman. Bu полноценный kurs Instabalance alohida, ya'ni InstaSchool dasturining ichida 7 ta kurs bor. 7 tasini tepada hisoblab berdim va ulardan bittasi psixologiya kursi va bu yerda meni darslarimdan tashqari meni ustozim Umida Zakirovna ham o'tadilar. O'rtoqlar, nima uchun bu psixologik kursni qo'shdim? Chunki
Men bu bilimlarni hayotimda targ'ib qilib kelayotganim uchun, o'zimda o'xshagani uchun va meni karyeramda, oilada balansni ushlash, chunki ayol kishi nima bo'ladi? Ayol kishi bolaga qarash kerak, uyga qarash kerak, oilaga qarash kerak, shu bilan birgalikda ishlaymiz, daromad topamiz deymiz-da, yo'kida ishga sho'ng'ib ketib qolamiz, yo'kida uyda o'tirib qolamiz. Ya'ni ayol kishida shunaqa narsa nima deydi, gibkisi bo'lish kerakki, balansni ushlay olish kerak. Ish boshlagan ayol kishida esa, yo'kida ishga sho'ng'ib ketgan ayol kishida esa buni ushlash qiyin. Aynan shuni balansni ushlay olishingiz uchun ham men Insta balans kursini kiritganman. Bu orqali siz nimalarga erishasiz? Aytaylik, buni siz ham bilmaysiz, men ham bilmayman. Ichingizda qanaqadir pulga bo'lgan bloklaringiz bordir, ichingizda qanaqadir o'sha xafagarchiliklaringiz bordir, qo'rquvlaringiz bordir, kamera oldiga chiqishda, daromadga chiqish bo'yicha o'zingizga ikkilanishlar, ishonchsizliklar bordir. Bu hamma o'sha ichingizdagi keraksiz bloklarni yechib tashlab, ichingizdagi qo'rquvlarni olib tashlab, shunga yordam beradi, o'rtoqlar. Men o'zimga ravo ko'rgan narsani, o'zimda sinagan narsani va o'zimda amaliyotda ko'rgan narsani sizlarga ilindim. Shuning uchun ham bu Insta School dasturim 6 oyda bir martagina ochiladi va hozir yangi dastur bo'lgani uchun eng zo'r chegirmalarda sotyapmiz. Mana shu chegirmalarga ilinishga ulgurib qoling va 6 oyda bir marta ochiladigan Insta School maktab tizimidagi dasturimga hoziroq yoziling. Asosiy menejerim Nilufar menejeriga murojaat qilsangiz, sizlarga sotuvchi qizlarim Insta School dasturini yoritib berishadi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bilan birga bonuslar bilan qo'lga kirita olasiz. Hamda eng asosiysi, o'zingizni biznesingizni yoki xizmat turingizni tezroq raqobatchilaringizdan avval bozor joyingizni egallab, sotuvlaringizni oshirib, daromadlaringizni 5 baravardan 10 baravargacha oshira olasiz. Undan tashqari nafaqat biznes, siz noldan SMM sohasini o'rganmoqchi bo'lsangiz ham va undan tashqari SMM mutaxassis pro darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz ham, bu dastur aynan siz uchun to'g'ri keladi. Insta School dasturiga yoziling va xudo xohlasa siz bilan birgalikda Insta School dasturida ko'rishguncha.